Hozir oyimni maqtayapsizmi? Qamir yeyib. Yana shu. Jonga tegdi boru. U hozir oyimni maqtashsa men qolib ketaman. Jinnivoy. Ha, menda bir idea keldi. Hozir unga borib aytmasam. Hay, nari o'tirdi. Aç buni, aç. Nimaga? YouTube'ga kir, aç. Nimaga? Aç bo'ldi, imillama. YouTube'ga kir. Kirdim. Oyi, bu qizingiz 24 soat telefon titkilab o'tiribdi. Qarang bu qizingizga. Men bu yerda qamir yoyib o'tiribman. Bu qizingiz 24 soat. Bu yolg'on o'zi menga aytdi. Voy oyijon. Voy oyijon, mana qamirni men yopgan edim-ku. Bu soat necha bo'lgan ekan hozir ko'ray. Hoy qiz, tur. Nimaga telefon titkilab o'tirsan? Ber. Bu nima? Instagramda o'tiribdi tag'i. Oyijon, lekin men soatni ko'rayotgan edim. Men gapiryapganda jim tur, tushundingmi? Jim tur. Hozir nima qarashmading? Tur qarash. Opang bechora har kuni qamirlarni yoyib dasturxondan chinnidek qiladi. Yo'q. Men hozir kelguncha uylarni yig'ishtirib qo'y, tushundingmi? Sen bo'luruz, xo'pmi? Hoy, tez yig'ishtir, tushundingmi? Oyimga soch bo'ladi. Hamir chinnidek qilib qo'ydi-ku bu. Hozir onamning maqtov eshitsasi. Men hozir yagona bo'lishim kerak, onamning erkasi bo'lishim kerak. Menda bir ideya bor. U ketdi. O'zi sochish bor. Bolaligimdan beri orman bor. Qamirni endi borib shu yerga qo'yib ketaman. Yaqin kelyaptimi? Ha, ko'zingni yumib yuraver, ha, o'zim o'rgataman. Voy, shirin qiz-da. Yot. Yotaver. Qizlarni uylarni yig'ishtirib qo'ygandir. Ha, unga shirinliklar olib keldi. Ay, jonim bolam-ey. Qizim? Voy, dod. Bu nima? Kraskalarni sochib yorganmi? Hozir borib men shuni. Ay, tur. Nimaga yutib ko'rib o'tirsan? Nima bu? Nima qo'lingda yutib uxlab o'tsan? Uylarni yig'ishtirmadingmi? Voy oyi, uylarni yig'ishtirgan edim-ku. Menda bir ideya bor. Onam undan ko'ngli juda ham qattiq sovishi uchun menda bir ideya keldi. Bomba. Fon topdim. Shu fonni qo'ysam, hozir onam undan ko'ngli sovib, men eng yaqin qizi bo'laman. Bo'lursa, menday o'xshamaysanmi? Suv ichishga olmasam. Bu nima? Har doim ekran ochiq turadi. Va shu Telegramda o'tiradi boru. Nima, kim bilan gaplashgan bu? Voy, jonim ponim deydimi? Hozir men uni qattiq qo'llik qilmasam. Berkin qizim, bu nima yigit, jonim ponim nima bu? Bu nimasi? Yigit bilan gaplashib, mushtdekkina bo'lib, senga qanaqa tarbiya berdim men? Qanaqa tarbiya berdim? Oyi, bu oddiy fon-ku. Nima fon?
menga bering. Masufon. Ha. Qizim. Hay qizim. Hay qizim. Sal qolsa yomon gumonga boradi. Unda buni kim qilgan? Sen qilmagandirsan. Buni opam qilgancha. Hoy Nazira, kel. Oyi nima bo'ldi? Senmi bu ishlarni qilib yurgan? Singlingga tuhmat qilib, sal qolmasa yomon gumonga boradi. Oyim haslashgandim. Endi unaqa taqiqlanmas. Endi qaytalanmasin. Bo'lmasa ikkalangiz ham telefoningizni olib qo'yaman. Menda bir ideya bor. Bu ideyam o'xshamadi. Undan ham zo'ri bor. Hozir bunga uyqu dori berib, uni uxlatib, hozir oyim juda ham qattiq ko'ngli soviydi va uni yomon ko'rman yagona qiz bo'lib qolaman. Hozir u kelsa bu qatni yeydi. U uxlab qolsa juda ham zo'r bor. Ha. Tezak ketdim. Hoy qiz. Hoy qiz. Ha, oyijon. Bu qiz qayerga ketdi o'zi? Yeb qo'ydi, men nima qilaman? Ikkinchi qismi bor, tez orada chiqadi. Obuna va like bosing, tez orada chiqadi.